Endi şu anasininki, şu yuqoridagi xonimninki tunji e'lon ijtimoiy uchur vositalariga chiqib mendaq Beyjan qaytiribdi degan nidosi bilan taqaldi endi bu xabar. Endi bu balaninki demasam da 2017-yilda kelgan ekan, chet elga chiqib Turkiyada yashab, keyin Turkiya fuqaroligiga erishgan. Ama bu yerda biz bundan burun Turkiyada şu Türkiye fuqaroligiga erishib bo'libmi, yana boshqa davlatlarga mangan vaqtida har xil u yer bu yerda ana tutilib qolgan yillardan buyon buni anglab kelyapmiz. Ya'ni ashuna Turkiya fuqaroligiga erishib mangan vaqtida pasportni Turkiyaga qo'yib degandek har xil, ya'ni shu Xitoy pasporti bilan bu davlatlarga mangan vaqtida chegirda tutilib u yerda beshiga balo kelib degandek. Bu ishlarni ko'p uchirtyapmiz ham deb. Endi sizcha endi normalda endi şu Türkiye fuqarosi olgan Uyg'urlarimiz endi qaysi sabablar bilan u yoq bu yoqqa ketsin? Bu Türk fuqarosini Turkiya fuqaroligiga erishishdan burun mashada o'zininki Xitoydan zulm tatqanligini, Xitoyda anda bo'lib ketdi, manda bo'lib ketdi, ya'ni Xitoydan shikoyat qilib turib endi oladi endi istisnoiy vatandoshlikni, fuqarolikni. Buni ep bo'lgandan keyin yana bir turkum Uyg'urlarningki, yana shu Xitoyning pasportini o birine çörüp taşlayıp etenmey, onu bir şekilde bu yerda işiltimen deb işletişi. Türkiye'ye nispeten siz bir Türk bir mesul olsanız, Türkiye'deki bir emeldar olsanız sizge sen Xitoydan yaman kun ko'ribsa deb sizge bir Türk fuqarosini sizge bir özünün garajdanlığı qabul qilsa, onunki siz onunki pasportini tashlab qo'yib, u yer bu yerda mushundan chiqishi Uyg'urlar qanday bir salbiy ta'sir keltirdi? Uyg'urning yuziga qanday bir narsani keltirdi sizcha? Mushunday qilishi bir axloqiy jihatdan to'g'ri bir ishmi? Bu birincisi bu düşünce meselesi. Yani bir devlette yaşap bakmagan ve grajdanlık degen narsinin nim bolganlığını ve milli devletinin ki bu haklarını ve asas kanunun belgen bu hakları ve asas kanunun talep kılgan mesuliyetlerinin bilmegenligini gösteriyor bir yerde. Türkiye'ye grajdanlık ötken vaxtıda gerçi bu kasem işkizmeydi ama bazı devletlerde kasem içip durup yani o devletinki asas kanunlarına hilaf kılgan takdirde o devlet bu adamlarını boş koymaydı hamdi. Bu Türkiye'de şu nime xavfsizlik sebepten tüpeyli nurgun Uygurlarınki grajdanlığı çıkmagan. Hatta şu nime ikametini mi alamaganlar mı? Hele hem minglarcha var bunda Uygur. Şundaqa. Bu şu Uygurlarga bo'lgan işyancının bo'lmaganligini ko'rsatdi. Nurgun şu devletninki münasebetlik organları bilan, ministerleri bilan ko'rishgan vaqtida deydigan gibi şu xavfsizlik tekshirish devam qilyotdi. Bizning qo'limizdan kelmaydi. Çünkü bular şundak terör teşkilatları bile bir münasebeti vakı, şu vakı, bu vakıdır. Bununla karta yani devletin milli xavfsizlik siyasetdeki takaşkandan keyin sen o ministerlarga yalursan mı o kıtıramaydı hem de. Bununla edişip hem de hazır siz degandek Xitoyda zulüm var, biz miyada yaşamasak olmaydı deb grajdanlıqni elib, onunki Xitoy mangan taqdirda hem de Türkiye bu grajdan kirdigan adamlarni chin tutadigan bir ahvol bo'lib qoldi. Bo'libmi shu xavfsizlik tekshirish deydigan bir bosqich bor. Bu xavfsizlik degan vaqtida saqchi idorasi, saqchi idorininki istihborot tashkiloti, devletning milliy istihborot tashkiloti, bu balini to'naydigan muhitlar, to'naydigan bildigan odamlar hammani izlab onunla bir doklad yazdı. Bu dokladını burun şu bir qancha kişi oturup bunu bahalaydı. Bulam ötküzütelim mi, ötküzmeyelim mi deb. Hazır bu sünni akıl çıkandan keyin texim asan bu işlerini kılalaydigan bo'ldi. Çünkü bütün idoralarninki misalga Erkin Ekrem'nin hakkında bütün malumatlar, bütün idoralarda, xil idoralarda yozilgan bo'lsa, bütün idoralardagi ma'lumot bir vaqtda bir sekundning ichida hammasi bir yerga kelib ve bu hesap bilan buni chiqara oladi ve onunla nomer beradi.
Misalıga 55 numuru bolup kalsa ödemeydi. Yani 55 numaradan cık buluş lazım. Degендek muşunda usluplarını işletirdi. İşletkenden keyin Uyg'urlarning bo'libmi bir günah Uyg'urlarninki muşu Türkiye'ye yoki boshqa davlatlarga grajdanlik o'tishda qiyin bo'ladi. Ve o'tgan taqdirdami Uyg'urlarga bo'lgan ishonchimiz unchalik bo'lmaydi. Evet. Ve Türkiye cemiyetinde hammamiz bilamiz. Uyg'urlarni qo'llayotgan, hissdorchilik bildirayotgan bir kesim var, bir kısım adamlar var. Bularmi ondan keyin bular bizningki Türkiye Cumhuriyetimizga ziyon bergan adamlar ketib, ondan keyin yiroq turadigan ahvollar bo'lib qoladi. Hoş. Hammamizning esida bor balki Chechenyaniki adamlarmi Turkiyada shunday xavfsizlik bilan munosabatlik xatolarni qilib qolg'achqa Turkiya xalqimi ularni qo'llamaydigan ahvol bo'lib qolgan. 99-2001gacha shunday vaqtlarda bo'lgan. Bu Uyg'urlarga bo'lib qolsa hamda Uyg'urlarning ishimi qiyin bo'ldi. Bu Turkiyada bunday bo'lgandan keyin bu Arab devletlarda ve Avrupa devletlerinde mi texim aşina oldu. Çünkü Türkiye'deki ahvalını bir misal kılıp alırdı. Bir referans kılıp alırdı. Ağanınki, yüzününki göz karışını toluklaş için Türkiye'den ağan referanslarımı yani malumatlarımı mühim bulurdu. Bununla bir dikkat kılış doğru geldi dep oylayman. Bu teşkilatlarınki reisleri ve şu muhacirga mesul olan emeldarlar çık digen yani Xitay pasportuyla Xitayga yoki boshqa devletke bağmanladı. Çünkü Xitay pasportuyla bir yerga berib qolsanglar sizlarni qutqizish qiyin bo'ladi deydi. Hoş. Çünkü Xitay grajdan olgandan keyin boshqa devlet qo'l salamaydi bununla. Aralashamaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı muhacirler bölümü aralışamaydı. Başka devletin tashqi ishlarini aralışamaydı. Shunga bu ishlatmanglar deb necha ta'kidlagan chaqalg'an ama ba'zilari balki o'ng'aylik uchun ya'ni viza olmayla kirib chiqsam deydigan yoki boshqalar berib kelibdi ishni bo'lmabdi deb ishini kirib chiqib qilayotgan bo'lsa kerak yani shuni o'ylab. Ama Xitayga ishinish zaten bir hatalık hamdi. Hoş. Shunga Xitayga bu bardigan vaqtida shu ishonchlik meselelerini tekrar o'ylanish lazım deb o'ylayman. Xo'sh. Hoş, hoş. Köp rahmet. Hakikaten degeningizdek iş kılıp. Anısı da şu Türkiye'ninki şu dairlerininki bu meselede hassi qo'shqanligini bildiribdi, xabarlarimi chiqdi inshaalloh. Türkiye'ye mi tegishlik hassi qo'shqani rahmat etamiz. Lekin Uyg'urlarning jiddiy diqqat qilish tegishlik nurg'un ishlar bor bu masalada. Qaldin silkib o'tmasa olmaydigan.